xotinim tako yozgin dedi. Xo'p, mayli, davay. Urib tashadi. Hello everyone. Bu mening oilam, rafiqam va 2 dona to'xtovsiz energizerim, tipa do'stlarim. Bu videoni ovozini qilishim uchun xotinim umrimni yedi, olib borib keldi, lekin bitta lavash olib bergani yo'q. Yuzingiz bo'lmasa ham ovozingiz eshitilsin deb va men tirikman va siz o'ylagandek qari emasman. Qancha bolalar juda sho'x, albatta onasiga o'xshab. Ular o'zbekcha tushunadi va O'zbekistonda tug'ilgan, lekin angliski ham gapiradi. Rafiqamda har kuni 35 ta yangi ideya tug'iladi. Menga uxlashib bermayapti hozircha. Bitmas tuganmas content generator, lekin ChatGPT bilan zeriksam men bilan urusha boshlaydi. Ay, jonimga tegdi. Vaqtim yo'q desam xafa bo'ladi, chunki ungacha bu muhabbat yetishmaslik belgisi. Aytgancha shu video 10 mingta komment yig'sa, O'zbekistonga qochib ketaman. Ayolimni boshqa shaharga aylanib kelishiga ruxsat beraman deyishlari kerak edi. Rafiqam va 2 dona to'xtovsiz energiyali bolalarim. Salom, bu mening oilam. Rafiqam va qanaqa yozi? Normalniy.